mosh kichiri, osh, dimlama, ayniqsa erkaklar. Har kuni choyxonasi bo'ladi, har kuni o'sha yerga borgandan keyin kuchli ovqatlarni yeydi. To'ygunizcha, bukunizcha ovqatlanmang. Chunki bu semizlikka olib kelsa, sizdagi ayanchli holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Semizlik qon bosimini ko'tarilishiga, yurak kasalliklari xavfini oshiradi, insult, infarkt olib kelishi mumkin. Ayniqsa bunaqa ovqatlarni yeganda me'yorga qarab yeyilsa, bunaqa yurak kasalliklariga, semizlikka olib kelmaydi. Buni tarkibidagi tuzlarning ko'pligi davleniyani oshiradi. Kaloriyasini kuchli bo'lgani, hayvon yog'larining ko'pligi semizlikka olib keladi. Bu o'sha yuqorida sanab o'tgan har xil og'ir kasalliklarga, og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Sizlarga mutaxassis sifatida tavsiyam, birinchi o'rinda ovqatlanish me'yoriga ahamiyat bering. Ovqatlanish kuniga 3 mahal bo'lsin, ya'ni ratsionga alohida qarang. Ovqatlangandan keyin albatta harakat. Sizni jigaringizni ostiga yoki qon tomirlaringizga yog' bo'lib to'planmasin. Bu videoni choyxonama-choyxona yuradigan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.